Mana o'rtoqlar, malinalarimiz ukrainskiy sort. Mana уже boshlab tugishni boshladi, xudo xolasa. Gullab mana mevani solyapti. Mana asalarilar qo'nib bo'lyapti mana. Mana shu svet 20 sotiyda. Mana nariyada yana 1 gektarimiz bor edi, boshqa navlar ham bor. Deydi faqat ukrainskiy. Mana kimga kerak bo'lsa ko'chatiga zakaz olaveramiz. Noyabr oyidan xudo xolasa ko'chatlar sotuvga chiqaramiz. Olma bog'i ichida mana biyalarini endi o'tab nima qilyapmiz. Betlar уже o'tab bo'lindi. Ko'rishinglar mumkin. Chiroyli bo'lib mana meva solyapti. Agar buni kesganmizda, erta bahor taydan kesib tashlaganmiz. Eski shoxlarini qoldirsanglar, agar ertaroq meva qilaveradi. Mana eski shoxlar mana o'sha pishdida. Mana eski shoxlar pishdi, boshlab pishdi. Eski shoxlar qolib ketgan shoxlar o'sha haligi mevasi o'sha pishyapti mana. Mana mana ko'proq qolgan ekan, mana ko'rishinglar mumkin. Mana qolib ketgan eski shoxlarda mana meva bor, pishgan mevasi. Mana eski shoxda mevasi sal kichkinaroq bo'lib qoladi, maydaroq. Shuning uchun biz qoldirmaymiz, olib tashlaymiz. Yangi shoxniki yetadi mevasi. Ikki marta hosil olsangiz ham bo'ladi, tipa birinchisi, ikkinchisi qilib. Lekin shu bitta boshlagani o'zi bizga yetib ortadi-da. Mana betlarda o'tavarish kerak ekan, o't bosib ketibdi. Mana mevasi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu eski shoxda mevalari sal maydaroq bo'ladi. Katta shoxlarki yirik-yirik, keyingi chiqarganlar, taydan chiqqanlarki yirik-yirik bo'ladi.